Xatirchi Navoiy Production davom etadi. G'iyos Ma'ruf Oybek degan 3 og'ayni botirlar bir kuni yakshanba kuni Gidita Navoiyga moshin bozorga kelgan. Bitta Nexia sotmoqchi bo'lib bozorga kelgan ekan. Mashinda nomeri 312 oq 1.6 motor desam gibrid ekan. Odamlarning ko'ziga 1.6 dek ko'ringan. G'iyos mashinda moyka qilib top-toza qilib yurgan. Akkuratni haydagan bacha. Endi buni sotib Cobalt olasanmi desam, yo'q, Cobaltni nima qilaman? Nexia'ning kayfini oldim. Yana bitta mashina qichiq Nexia olaman degan. Qimmat bo'lsa ham, Xatirchiga Navoiyga taksi qilib tushib ketgan G'iyos nomeri 312 gaylar yetolmagan. Yetgan gayni ham Oybek 550 charchatgan. Ayga qarasam Ma'ruf uchalasi kayfdagan. Amudaryo, Sirdaryo, Qashqadaryo, Shimyon tog'lariga borib kemalarda rasmga tushib kayfdagan. Topgan pulini kayfga sochadi.